Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xullas navbatdagi obyektimizga keldik. Teplovizor bilan o'tishgan ko'rish uchun keldik beri. Xullas bu yerda kanalizatsiya turbadan ya bo'lmasa vodoprovod turbasidan o'tishga bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, shular izg'ar chiqib yana plislayman berlar. Bu yerda izg'ar bor edi, bu yerini qazdik, keyin akşam bir yerini kazmadık. Şurada stiki var ekan buni. Stikni teyinden bunday qo'ldiqib ko'rsak, teyinde lay var ekan. Shu stikni teyinden suv ketib balalara izg'ar bergan o'xshaydi. Bizdan oldin bir ustalar kelib bellarni qazgan ekanlar. Bu отопление turbalarında o'tishga yo'q. Keyin shu sentralniy turba o'tib kuxnyaga ketgan. Görüşürüz mümkün bir adam aboylar ko'p chiqqan bu. Izg'ar chiqib görüşürüz mümkün arkalari plislaygan. Bu bir yerda turbada döşük bo'ladigan bo'lsa, beton suvni o'tkazuvchan o'tib shu devorni teynadan borganman. Hozir endi xudo xolasa o'shadan shu döşkadan transhiya ochamiz. Shu turbani göremiz. Balkim yine o'tishkasi beda bormi, sal arakda bormi. Lekin asosan ishida laminat chishgan medi shunday aylanasini. Ishidan chishgan, lekin ishida stikam bor. Stikka tengda layam bor. Endi uverin bo'lish uchun shu do'shkadan ochacakmiz bu yerni. Xudo xolasa shu o'rtadagi turbani selga almashtiramiz buni. Bir açılады bir. Bize iş önünü açıp mufta almashtirsammi deb durvadim. Endi hozir bir birini seli açadigan bo'lsak, turbani seli almashtirib ko'ramiz yaxshi turbadan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Turba endi bilinmay yaxshi turbadan ishlatilganmi bu? Ya arzoni bormanidan. Arzonni bu stiklari yaxshi tushmaydi. Ballari yaxshi, lekin shu stiklari bitta o'ynab qoladi. Germetik bilan ishlash kerak. Balkim beni germetik bilan ishlamagan bo'lsalar, o'tishga shuni teyindan ketib, ibani izg'ar chiqargan bo'lishi mumkin. Hozir ishimizni boshladik yana. Perforatorda shunday ochib, boshqa yuzini betondan olamizdan keyin teyin ochamiz. Xullas yurtdoshlar, yana kanalizatsiya turbani ochdik. Bu yerda issun turbasi bana rakvinaga o'tgan. Chap tarafda, o'ng tarafdagi vodoprovodning turbasi. Bu ikki turbamiz seli. Bu yerda aytdim-ku, 3-chi izg'ar bo'lgan, chishgan laminat. Hozir sababini topdim, aytaman buni. Keyin bu yerda ham ozgina chishgan, lekin bu yerni ko'rishingiz mumkin, uncha bu yerda izg'ar yo'q shu. Normalniy. So'nglik bilan bu stikdan chiqib turgan suv bir ko'pik suv keladi. Sovunni ko'pik quyuq bo'ladi, o'sha o'rnab do'shikka diqiladi. Lekin hozir bu yerdan uncha chiqmagan, bu yerda diqilgan, yerrak diqilib qolgan bir izg'ar yo'qdan bu yerda. Lekin oldingi yillar bergandan billar izg'arni devorlardan narni ko'p chiqqan. Keyin asosiy izg'arni bergan, bu yerdan stikdan. Buni sababi shu o'rtada yotgan 3 metrlik turbada uklon yo'q, yana ko'rishingiz mumkin. Hurmatli ustalar, обязательный sentralniy kanalizatsiya uklon beringlar, 50lik turbaga daqladan yerlari bermasingizlar ham. Shunda deb ham ishlaymilar. Nabarot, banu balandda turibdi, ko'chaga chiqib ketgan tarafi. Mana ko'rishingiz mumkin, ko'chaga chiqib ketadi. Kanalizatsiyadan suv yariladi. Yarilgandan keyin suvni qisman o'tib ketadi pryamoy. Keyin qismi ishida qoladi. Ishida qolgan vaqtda neda do'shik bo'ladigan bo'lsa, shu do'shikdan shu suv chiqib yotaveradi. Mumkin. Ana. Uklon вообще yo'q bu yerda. 0 desam bo'ladi bu. Urinda turibdi turba.
Birinde lekin azgına bor. Bunu vaqtında kontrol etilmeyen turbo asılı bir attı değiştirmemiz mümkün. Lakin bu turbo asıla dönamez bu. Turbo asıla dönamez bu. Biz zordan açtım bunu. Turbanın içinde bir nersem yok. Turbo asılıp durganı yok. Şöyle giyende yok yine. Turbo teyini açılgandan keyin asılıp turuptu, asılıp kalgan değiştirmemiz mümkün. Lakin bu turbo telemelerde asılmaydı bu. Yine baskan takdirden küçülüp durdu bu. Endi hazır kılacak işimiz. Şu ortadaki turbanı silikon almıştıramiz bunu. Dan bilinmen için bir de turbamın di naruşiniya bilen kalgan ban tarafımız işte balandroq turibdi. Shundaysa ishida uklon bor. Ishida uklon yok. Ya bu turbani idealni doğru bo'lmaydi. Fazla vaqti ho'kkasini pastga qaratib qoldirgan bo'lishlari mumkin. Lekin bunday bo'ladigan taqdirda bedagi stikdan suvga emasligi kerak edi. 20 tishli bo'lsa. Mana hozir olib tashimizdan bo'li 20 tishli. Bundan yaxshiroq turbani qo'yamiz beri xudo xolasa. Bu problemadan qutulamiz. Xullas to'shni neyin sebebini topdik buni. Bu turbani hozir tutib birgan vaqti o'sha nayni lay kelib turibdi. Svetami o'zgargan o'shina lay. Izolyatsiyadan chiqqan. Yana xullas aziz obunachilar, o'rtada 3 metrlik turbani almashtirdik. Almashtirmasa bo'lmaydi. Uchun desa nima yerinde soedinение yaxshi qismag'anlik sababli teyindan suv ketib turibdi. Hozir ko'rishlaringiz mumkin, germetik bilan zakonniy plotniy deb tukdik. Bu более качественный turbo, bu yaxshi turbo. Benim переходник удаленный mufti bor, shu muftida ishladik. Alma turbo ish yo'laydi. Shunday turboda ishlasangiz ham bo'ladi. Hozir sizlarga uklonni ko'rsataman. Yana uklon chotki. Ara turboda uklon bo'lmagani uchun ham istik yaxshi bo'lmagani uchun uklon ko'rishingiz mumkin. Kanalizatsiya turbani metrini 1 santimetr uklon beriladi. Kitobda shunday yozilgan. Videoning oxirida buni bitgan holatini ko'rib qo'yaman. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol описаниеda telefon nomerimni qoldiraman. Xizmatlarimiz biz Xorazm bo'ylab